Tasavvur qilinglar, hozirda sizlar telefoninglar cho'ntagingizda va sizlar hech qanaqasiga fayl ustiga bosmadinglar, hech qanaqa linkka bosmadinglar va hattoki sizlar hech kimga telefon ham ko'rmadinglar. Lekin aynan shu paytda sizlarning har qanaqa yozishmalaringizni va hattoki Google ga yozgan har qanaqa istoriyalarni bilib turibdi. Lekin siz buni bilmaysiz. Bu hech qanaqa fantastika yoki kino emas. Bu Isroilning kiber quroli Pegasus. Bugungi videoda sizlar aynan Pegasus nimaligi, uni kimlar ishlata olishi, qaysi davlatlar ishlata olishi va u qanchalik xavfliligini bilib olishingiz mumkin. O'zi NSO Group haqida gaplashaylik. NSO Group o'zi nima va qanaqa kompaniya? Bu Isroilning kompaniyalaridan bittasi. 2010-yilda bu kompaniya ochilgan va tushunishlik uchun 2011-yilning o'zida Pegasus dasturini bizga havola qilgan. Qizig'i shundaki, NSO Group kompaniyasi Pegasus dasturini, ya'ni o'zining mahsulotini qonuniy mahsulot deb atashadi va ular asosan og'ir jinoyatlarga, ya'ni og'ir jinoyatlarga qarshi kurashish va terrorizmga qarshi kurashishni ham aytib o'tishadi. Bu dasturning asosiy tamoyillaridan bittasi bu zero click deyiladi. Ya'ni siz hech narsaga bosmaysiz, siz hech narsa yozmaysiz, siz hech qanaqa qo'ng'iroqqa javob bermaysiz va shunchaki sizlarni telefoningizlar hak bo'ladi. Endi odatiy virus bilan Pegasusning nima farqi bor? Odatiy virusda sizlar ya'ni havolaga bosishlar yoki nimadir yuklab olishinglar orqali orttirib olinadigan virus. Lekin Pegasusda iPhone'dagi iMessage orqali kelgan bitta xabarni o'zida sizlarni telefoningizlar qo'lga olinadi va sizlar bilmaysizlar, chunki bir nechta daqiqadan keyin u narsa o'chirib tashlanadi. Ya'ni hozir aytamiz, Pegasus butun telefoningizlarni qo'lga oladi. Lekin qanaqasiga telefoningizga kirdi, endi nima qila oladi? Sizlarning rasmingizlar, sizlarning videoingizlar, sizlarning yozishmanglar va hattoki sizlarni GPS lokatsiyalarigacha bilib olishligi mumkin. Eng qiziq taraflaridan sizlarni xuddi jonli efirda kuzatishadi. Bu qurolni 2016-yilgacha hech kim bilmasdi. Agar o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu dastur shunchalik yashirin bo'ladigan bo'lsa, qanaqasiga butun dunyo bu narsadan xabar topdi. Birinchi marta 2016-yilda Birlashgan Arab Amirligining inson huquqlari himoyachisi Ahmed Mansurga shubhali xabar keladi. Unda qamoqxonalardagi qiynoqlar haqidagi sirlar va'da qilingan havola bor edi. Mansur havolani bosish o'rniga uni Kanadadagi Citizen Lab tadqiqot markaziga yuboradi. Mutaxassislar tekshirganda o'sha havola iPhone'ni buzib, ichiga josuslik dasturini o'rnatishni aniqlashadi. Va o'sha dasturning nomi Pegasus. Pegasusning eng katta sirlari 2021-yilda oshkor bo'lgan. Forbidden Stories jurnalistik tashkiloti va Amnesty International 50 mingdan ortiq telefon raqamidan iborat ro'yxatni qo'lga kiritadi. Bu raqamlar Pegasus mijozlari nishonga olgan deb gumon qilingan odamlarning raqamlari edi. Buni Pegasus Project deb atashadi va u yerda 16 ta mamlakatning rahbarlari, jurnalistlar, muxolifatlar, huquq organlari va hattoki advokatlar bo'lgan. Har bitta kompaniya va har bir inson o'z xavfsizligini xohlashadi. Aynan bu narsani bilganimiz sababli biz kiber xavfsizlik kurslarimizni bir necha bor tashkil qildik. Hozirda o'quvchilarning ichida davlat sektorlarida, banklarda, xususiy kompaniyalarda o'z faoliyatini yuritayotganlar bor. Agar sizlar ham kiber xavfsizlik sohasiga qiziqadigan bo'lsangiz, biz o'zimizning kiber xavfsizlik kurslarimizga start beramiz. Bu kursni tugatganingizdan so'ng sizlar junior pen tester, ya'ni oq shapkali hakergacha chiqasizlar va buning ichida sizlar bir nechta sertifikatlarga ham tayyorgarlik ko'rasizlar. Bu sertifikatlar sizlarni keyinchalik topshiradigan kompaniyalarda ishga kirishga yordam beradi. Hozirning o'zida esa 20 dan oshiq o'quvchilar bu kursga yozilgan va shu sababli biz описаниеda link qoldirganmiz, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Eng og'riqli nuqtalaridan Saudiya jurnalistining Jamal Khashoggining o'ldirilishi. Jamal Khashoggi, a Saudi journalist. Tergov davomida shu narsa aniq bo'ladiki, jurnalistning rafiqasi va yaqinlaridan Pegasus josuslik dasturi topilgan bo'ladi. Bu fosh bo'lgandan keyin dunyoda katta janjal boshlanadi. Meta yoki Apple ga o'xshagan katta kompaniyalar NSO Groupni sudga berishadi. 2021-yil AQSh hukumati NSO Groupni qora ro'yxatga kiritadi va AQSh hukumatida bo'lgan har qanday kompaniyani NSO Group bilan ishlashini taqiqlab qo'yishadi. Va eng katta natija AQSh sudi NSO Group kompaniyasini aybdor deb topadi va Meta kompaniyasiga NSO Group tomonidan katta miqdordagi pul undirib beriladi. Va eng muhim savollardan biri, ushbu dastur sizga ham xavfli bo'lishi mumkinmi? Agarda siz oddiy fuqaro bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni hech qanaqa advokat yoki huquq faoli yoki qaysi bitta muxolifat bo'lmaydigan bo'lsangiz, bu dastur sizga hech qanaqasiga zarar keltirmaydi. Chunki bu dastur juda qimmat turadi. 2016-yil ma'lumotlariga ko'ra, atigi 50 ta telefonni kuzatish uchun 20 million yevrodan ortiq so'ralgan. Kelinglar bu dasturdan qanday tarzda himoyalanish kerakligini ham gapirib ketamiz. Sizlarning telefoningizga kelayotgan har qanday yangiliklarni, ya'ni update'larni o'tkazib boring, shubhali havolarga bosmang. Agarda iPhone tutadigan bo'lsangiz, siz uni lockdown modga tushirib qo'yishingiz mumkin. Pegasus bizga muhim bir narsani o'rgatadi. Telefonimiz bizani hayotimizdagi eng ajralmas qismlaridan bittasi. Agar u noto'g'ri qo'lga tushadigan bo'lsa, sizlar haqinglardagi barcha ma'lumotlar ochilishi mumkin.
va shuning uchun ham kiberxavfsizlik sohasiga bo'lgan talab oshib bormoqda. Buni inovatga olgan holatda biz Syntehack platformasiga asos soldik. Bu platformada sizlar o'zingizlar o'qib o'rganishinglar, o'zingizlar amaliyotda nimadirni buzib ko'rishinglar mumkin. Barchasi laboratoriyada. Syntehack platformasini esa opisaniyada qoldirganmiz. O'tib olishinglar mumkin. Texnologiya hozir juda kuchli qurol. U himoya ham qila oladi, zarar ham yetkaza oladi. Muhimi siz bilimga ega bo'lishingiz kerak. Chunki bilim bugungi dunyoda eng yaxshi himoyadir. Kiberxavfsizlik haqida yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling.